Shu g'ish bizni Amerika davlatidan kattami yoshi deyapti. Turklar ular. Ikkita ustamiz kelgan mutaxassis, mana shuni yopish bo'yicha. Shart taronalarni shayda qilamiz deyishgan. Beton quyadigan joydan yer osti zinasi chiqdi yana. 2018-yilda Rossiyadan seysmolog olimlar chaqirtirildi. Haqiqatan ham o'sha o'rta asrlar 1620-yillarda 9 balldan yuqori zilzila bo'lganligini ilmiy jihatdan ular ham tasdiqlashdi. Qomg'ishi ustida shu davrdagi odamni barmoq izi turibdi. Bunday qilib qo'ygan. Voy deb turibdi, hozir ko'ramiz. U paytda bu g'ish quyilganda, ana shu g'ish Amerika davlati bo'lmagan. Mudofaa devorining ustida turib, 13-asrgacha qatlam bu ko'tarilib chiqilgan. Men shuni so'ramagan ekanman. O'zini davrida 20 metr bo'lgan balandligi. Yuqori tagida hali siz aytgandek suv yo'li bor, nargi tomonga o'tgan. Miloddan avvalgi 3-asrdan boshlab ko'tarilib chiqqan g'ishlar. Tasavvur qiling, shaharga yer ostidan suv kelgandan keyin yana yer ostidan taqsimlashgan. Endi e'tibor berilmagan-ki ilgari. Mahalladagilar o'g'irlab ketganda buni. Avstraliyadan kelyapti. Avstraliya bilasizmi? Yeri bu janubda joylashgan Avstraliya. Zilzila tufayli yorilgan bo'lsa kerak dedim. Tomonda ham temirchilar mahallasi bor ekan. Nyu-Yorkda Toshkentda yasalgan Damashq qilichi bor. Domla shoshilyapsizmi?